ustanovkadamiz desam bo'ladi yoki mehmondamiz desam to'g'riroq bo'ladi. Chunki shu iniyalari Yulduz akam jo'shib turadilar. Xohlasa qo'llari dard ko'rmasin. Shunday chiroyli oshxona mebel o'rnatib berdik Yulduz akam uylarini. Endi undan ham shirin ovqatlarni mehmonlar tayyorlayveradilar. Oshxona mebellari chiroyli bo'lib chiqdi. Ko'rsangizlar bo'ladi. O'zlarimiz tavsiya etdik bu svetni. O'rmon o'rtalari oq bo'ldi. Kuxnyamizni telani podsvetkalar qo'yib berganmiz. Bu yerdan podsvetkali oynalari ko'rsangizlar bo'ladi. Shunday sun'iy narsalarni taxlab qo'yaveradilar. Bu yerda xolodilniklari, ustilari, stollari qo'yilmay turibdi, chunki dosh bo'ladi, usti polni. Doshdan bo'latan bo'ldi. Bu doshni razmerlari aytildi. Xudo xolasa 2-3 kunga bularni doshlarni o'rnatib ketadilar. Keyin bu yerda o'rnatib bergan narsalarimiz shu har doimgidek organizerlar, uni ochib ko'rish ham shart emas, o'zi ko'rinib turibdi. Bu yerda moykalarni qo'yib berganmiz, musulchaliklari, kanalizatsiyalari tengda. Keyin bu yerda har doimgidek sensorli ko'rsatuvlar, mikrovolnovka, duxovka chiroyli bo'lib chiqdi. Xohlasa yaxshi kunlarda ishlatish nasib etsa akamiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying.